Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz ko'p xatlar mavzusi haqida gaplashamiz. Biz bilamizki, ko'p xatlar deganda bir nechta bir xatlarning yig'indisi nazarda tutiladi. Endi bir xat nima degan savol bizaga tug'ildi. Demak, bir xat nimaligini bilishimiz uchun do'stlar, qisqacha aytib o'tib ketaman. Bir xatlar deganda sonlar va harflarning algebra ko'paytmasiga aytiladi do'stlar. Ya'ni bir xatlarning ko'rinishlari 3a kvadrat, 7a, 8, 3 taqsim 7b ko'p s va hokazo holatlarida bo'lishi mumkin. Bir xatning standart ko'rinishi degani do'stlar, koeffitsient birinchi yoziladi va undagi harflar esa alfabet tartibida joylashishi kerak. Va bir xatlar haqida bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsalardan biri bu uning darajasi hisoblanadi. Bir xatlarning darajasi haqida qisqacha aytib o'taman do'stlar. Yaxshilab quloq solamiz. Bir xatlarning darajasi bu undagi harflarning darajalarining yig'indisi. Qaytaraman. Faqatgina nimalarning? Harflarning darajalarining yig'indisi. Demak, do'stlar, mana bizga bir xat berilgan bo'lsin. Mana shu bir xatning darajasini top deydigan bo'lsa, faqatgina undagi harflarning darajalarining yig'indisi dedik. Demak, 3, 1, 4. Demak, quyidagi bir xatning darajasi 4 ga teng bo'lar. Demak, bu bir xatning darajasini topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, yana 3 qo'shilgan 1, bu ham mana 4 chiqar. Keyingi bir xatning darajasini do'stlar topib ko'ramiz. Demak, hozir video davomida topganlar bor va ko'plar xato qildi. Ya'ni bu bir xatning darajasini hozir kimlardir 6 deb hisoblayapti. Demak, do'stlar, bu 6 emas. Ya'ni biz sizlar bilan boya aytib o'tdik, bir xatlarning darajasi deganda undagi harflarning darajalarining yig'indisi nazarda tutilgan. Ya'ni faqatgina do'stlar harflarning, bu yerda 7 ning kvadrati bizga keragi yo'q. 1 qo'shilgan 3, bu ham 4 chiqdi. Demak, ko'p xatlarni boshlaymiz do'stlar. Ko'p xatlar deganda bir nechta bir xatlarning yig'indisi haqida gaplashdik. Demak, ko'p xat degani bu bir nechta bir xatlarning yig'indisi ekan. Ya'ni 3x kvadrat minus 7x plusdan 6 yoki 5x barobar 6x ning 4-si, 5x ning kubi, 7x minus 4. Mana shu holatidagi do'stlar bir nechta bir xatlarning yig'indisiga ko'p xat deyilgan. Ko'p xat deganda biz sizlar bilan mana shunday narsalarni ko'z oldimizga do'stlar keltirishimiz kerak. Endi har bitta mavzudan biz o'zimiz uchun olishimiz kerak bo'lgan asosiy joyi bo'ladi. Ya'ni biz sizlar bilan ko'p xatlar mavzusidan nimalarni o'zimizga olib olishimiz kerak do'stlar. Birinchi narsa bu ko'p xatning bosh koeffitsiyenti. Ko'p xatning bosh koeffitsiyenti deganda do'stlar, ko'p xatning ichidagi noma'lumning eng katta darajasining oldidagi songa aytilgan. Demak, quyidagi ko'p xatning bosh koeffitsiyenti bu nimaga teng ekan? 6 ga teng ekan. Demak, qaytaraman. Bosh koeffitsiyent degani undagi noma'lumning eng katta darajasining oldidagi songa aytilgan. Demak, bosh koeffitsiyent degani bu ko'p xatning boshida tursin degani emas ekan. Xullas kalom, bosh koeffitsiyent ko'p xatning ichidagi noma'lumning eng katta darajasining oldidagi songa aytilgan. Ikkinchi tushunchamiz, ko'p xatlar haqida bilishimiz kerak bo'lgan ikkinchi tushunchamiz. Bu uning ozod hadi. Ozod hadi deganda do'stlar, uni biz sizlar bilan noma'lumga bog'liq bo'lmagan hadiga aytilgan. Ya'ni bu x qatnashmagan had berilgan ko'p xatning ozod hadi deyilgan. Demak, quyidagi ko'p xatimizning ozod hadi -4 ga teng bo'lgan, hurmatli o'quvchilar. Demak, biz sizlar bilan ko'p xatlarning ozod hadini topishimiz uchun berilgan ko'p xatdagi noma'lumlarning o'rniga har doim 0 ni qo'yishimiz kerak ekan. Ya'ni bizga berilgan ko'p xatdagi mana bu P0 berilgan ko'p xatning nimasini berar ekan? Ozod hadini berar ekan do'stlar.
Demak, quyidagi ko'p xatning ozod hadini topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, barcha noma'lumlarning o'rniga 0 ni qo'yib chiqamiz. 0 ni qo'ysak, ketadi, 0 ni qo'ysak, ketadi, 0 ni qo'ysak, ketadi. Demak, bizning ko'p xatimizning ozod hadi nimaga teng bo'lar ekan? -4 ga teng bo'lar ekan, hurmatli o'quvchilar. Agar bizga ko'p xatimiz mana bunday ko'rinishda berilgan bo'lsa, 3x - 1 ning 2017-darajasi qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 3x - 2 ning 4-darajasi plyusdan mana 6. Ya'ni do'stlar, bu attestatsiyaga, diplom imtihonlariga tushadigan savollardan biri hisoblanadi do'stlar. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi ko'p xatni berib, uning ozod hadini toping deydigan bo'lsa, buni ichidan qidirib 6 deya olmaymiz. Boya sizlar bilan do'stlar kelishib o'tdik. Ko'p xatning ozod hadini topishimiz uchun nima qilamiz? Albatta, noma'lumning o'rniga nechini qo'yamiz? 0 ni qo'yamiz. Yaxshi do'stlar. Demak, men berilgan ko'p xatning ozod hadini topishim uchun undagi noma'lumlarning o'rniga 0 ni qo'yib chiqaman do'stlar. Demak, boshlandi 0 ni qo'ysam, mana bu x ga ham 0 ni qo'yaman. Mana bu x ga ham 0 ni qo'ysam, bu ketadi. To'g'rimi? Bu ham ketadi, to'g'rimi? Birinchi qavsning ichida do'stlar, birinchi qavsning ichida bizga nima qoladi? Birinchi qavsning ichida bizga -1 qoladi, to'g'rimi? -1 ning nimasi? Albatta 2017-si qo'shilgan deymiz. 2 ko'paytirilgan -2 ning 4-darajasi qo'shilgan 6. Biz sizlar bilan do'stlar endi mana bunday oddiy hisob-kitobni amalga oshirib qo'ysak bo'lgani. -1 ning toq darajasi biz bilamiz sizlar bilan -1 ga teng. -2 ning 4-darajasi, -2 ning 4-darajasi bu 16 ga teng. 16 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 30 2 ga teng qo'shilgan 6. Demak, mana shu hisob-kitob do'stlar amalga oshiradigan bo'lsak, bu natijamiz 37 degan qiymatga ega bo'lar ekanmiz, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, endi biz sizlar bilan attestatsiya savollariga tushgan ayrim savollarga to'xtalib o'tamiz. Demak, quyidagi ko'p xatimizni bergan va uning ozod hadini toping degan. Boya biz sizlar bilan aytib o'tdik do'stlar, ozod hadini topish uchun nima qilamiz dedik? Albatta, barcha noma'lumlarning o'rniga nechini qo'yamiz? Yaxshi, 0 ni qo'yamiz do'stlar. Ketdik mana. Demak, men quyidagi ko'p xatning ozod hadini topishim uchun undagi noma'lumlarning o'rniga 0 ni qo'yaman. Demak, mana bunga ham 0 ni qo'ysam, mana bunga ham 0 ni qo'ysam, mana bunga ham 0 ni qo'ysam va mana bu noma'lumga ham 0 ni qo'ysam, berilgan ko'p xatimiz qay holatga kelib qoladi? Demak, ketadi va umumiy oxirida nima qoladi bizga? Qavsning ichida -5 nimasi? Kvadrati. Demak, natijamiz nima ekan? 25 ga teng ekan deymiz, hurmatli do'stlar. Demak, ikkinchi savolimizga qaraydigan bo'lsak, ikkinchi savolimiz mana bu ko'rinishdagi ko'p xatni bergan va ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisining oxirgi raqamini toping degan. Ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisining oxirgi raqamini toping degan. Ko'p xatlarning koeffitsentlari yig'indisi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Demak, biz sizlar bilan do'stlar ko'p xatlarning koeffitsentlari yig'indisini topishimiz uchun ko'p xatdagi noma'lumlarning o'rniga har doim 1 ni qo'yar ekanmiz do'stlar. Nechini? 1 ni. Yaxshi do'stlar. Demak, quyidagi ko'p xatni bersin. Mana shu ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini toping deganda, biz sizlar bilan do'stlar nimani tushunishimiz kerak? Ya'ni, ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisi 3 ishorasi bilan olamiz. -7 + 6. Mana shu narsani hisoblab qo'ysak bo'ldi ekan. Ya'ni biz sizlar bilan do'stlar ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini topishimiz uchun undagi noma'lumning o'rniga har doim 1 ni qo'yishimiz kerak ekan do'stlar. Ya'ni P1 barobar 1 kvadrati 1, 3 kara 1 3, -7 ni 1 ga ko'paytirsak -7 va 6 ning o'zi. Demak, buni biz qo'shadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 2 ga teng bo'ladi. 3 dan 7 -4 + 6 2. Yaxshi.
Demak, biz sizlar bilan do'stlar shuni xulosa qilishimiz kerakki, ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini topishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan asosiy tushuncha bu P1 hisoblanar ekan. Bu P1 ko'p xatning koeffitsentlari nimasi ekan? Yig'indisi ekan do'stlar, yaxshi. Demak, mana bu ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini top deydigan bo'lsa, men ikkilanmasdan birdan x o'rniga nimani qo'yaman? 1 ni qo'yaman. Menga kerak bo'lgan narsa bu P1 hisoblanadi. Ya'ni noma'lumlarga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 3, 5, 4. To'g'ri? Demak, hisobda qo'yamiz. Demak, do'stlar, eng asosiysi mana bu ko'rinishdagi ko'p xatlarning koeffitsentlari yig'indisini topishimiz uchun nima qilamiz? Boya men aytib o'tdim do'stlar, ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini topishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsa P1. Ya'ni men mana bu ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini topishim uchun menga kerak bo'lgan narsa bu P1 hisoblanadi do'stlar. Tushunarlimi? Ya'ni bu P(x)imiz o'zi noma'lum ko'p xat, unga x-3 ni qo'ysak, mana bu ko'p xat hosil bo'ladi deyapti va asosiy o'sha P(x) ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisi kerak bizga. Demak do'stlar, men P1 ni hosil qilishim uchun, ya'ni P(x-3) ning o'rnida 1 hosil bo'lishi uchun x ga nechini qo'yishim kerak? Albatta do'stlar, 4 qo'yishim kerak. Yaxshi. Demak, barcha x larning o'rniga 4 qo'yib chiqaman. Demak, x ga 4 qo'ysam necha bo'ladi? 4 qo'ysam P1 4 ko'paytirilgan 4 kvadrati 5 ko'paytirilgan 4 plusdan 1 ekan. Mana shu hisob-kitobni do'stlar amalga oshirib qo'yamiz. Endi biz sizlar bilan do'stlar yuqoridagi savolimizga e'tibor qiladigan bo'lsalaring, yuqoridagi savolimizda aytayapti, ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisining oxirgi raqamini toping degan ekan. Do'stlar, mana attestatsiyaga, diplom imtihonlariga tushgan sof savollarimizdan biri hisoblanadi do'stlar. Yaxshilab diqqat qiling. Demak, nima degan? Qaytaraman. Ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisining oxirgi raqamini toping. Do'stlar, ketdik, boshladik. Biz sizlar bilan aytdik, ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini topishimiz uchun bizga P1 kerak. Men mana shu ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini topishim uchun P1 ni hosil qilishim kerak. Men do'stlar, mana bu joyda 1 ni hosil qilishim uchun x ga nechini qo'yishim kerak? Albatta do'stlar, 0 ni qo'yishim kerak. Men 0 ni qo'yadigan bo'lsam, bu yerda P1 hosil bo'ladi do'stlar. Demak, boshladik. 1 ni qo'ysak P0 0 ni qo'ysak 2 ning 2017-darajasi -4 ning 2018 -darajasi qo'shilgan 0 ni qo'ysak 6 ning 2019-darajasi do'stlar. Endi biz sizlar bilan buni ishlashimiz uchun buni oxirgi raqam mavzusini eslashimiz kerak, hurmatli o'quvchilar. Demak, oxirgi raqam. Bizlar bilamiz sizlar bilan 2 ning 2017-sining oxirgi raqamini topishimiz uchun 2 ning davri 4 ta, ya'ni har 4 taga 2 ning darajalari takrorlanib kelaveradi. To'g'rimi? Yaxshi. Ya'ni do'stlar, men 2017 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq topishim kerak. Men 2017 ni bo'lmayman degan, faqatgina do'stlar 17 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topadigan bo'lsak, bu nechaga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ning birinchi darajasi necha? 2. Yaxshi. Demak, birinchisining oxirgi raqami 2 ekan do'stlar. -4 ning 2018-darajasi do'stlar, -4 ning, ya'ni minusning juft darajasi, do'stlar juft darajasi bu plusga aylanib ketadi. Minusning o'zi 4 shunday xususiyatga ega. Yodimizda bo'lsa, 4 ning barcha toq darajalari 4 bilan tugaydi, barcha juft darajalari 6 bilan tugaydi. 4 ning 2018-si. Albatta 2018 juft bo'lganligi uchun 4 ning juft darajalari necha bilan? 6 bilan tugaydi dedik. Va do'stlar,
6 ning ixtiyoriy darajasi necha bilan? Albatta 6 bilan tugaydi do'stlar. Demak, ketdik mana. Endi hisob-kitobni amalga oshiramiz. Demak, oxiri 2 bo'lgan sondan oxiri 6 bo'lgan sonni ayiradigan bo'lsak, 2 ning yonidagi sherigi qarz beradidagi 12 bo'ladi. 12 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, mana bu do'stlar, mana bu qiymat bizga nima chiqar ekan? Oxirgi raqamni 6 chiqar ekan. Demak, oxiri 6 bo'lgan songa 6 bo'lgan sonni qo'shadigan bo'lsak, oxiri 2 degan qiymatga ega bo'lamiz, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, quyidagi misolimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda aytayapti, mana shu tenglikni qanoatlantiruvchi Px ko'p xatni toping deyapti. Demak, misol haqida ozroq to'xtalib o'tamiz do'stlar. Bu misolni qanday yo'l bilan ishlashimiz mumkin? Ya'ni aytayapti bizga, mana shu ko'p xatni x+1 ga bo'lsak, Px tadanu 6 qoladi deyapti do'stlar. Demak, ishlashni boshlayman. Demak, 6 ni bu tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsam, albatta 6 minus bo'lib o'tadi. Demak, x ning kubi minusdan 2x, 5 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, minusdan 1 bo'ladi. Barobar x qo'shilgan 1 ko'paytirilgan Px ekan. Demak, mana bu joyiga to'xtaladigan bo'lsak, endi x+1 ni Px ga ko'paytirsak, mana shu ko'p xat hosil bo'ladi, deyapti do'stlar. Demak, men Px ko'p xatni topishim uchun mana bu ko'p xatni x+1 ga nima qilishim kerak? Albatta, bo'lishim kerak. Demak, do'stlar, bo'lishni boshlayman mana. X ning kubi minus 2x minusdan 1 bo'lingan x qo'shilgan 1. Biz sizlar bilan bilamiz do'stlar, ko'p xatlarni burchak usulida bo'lishda uning eng katta darajasini yo'qotishga harakat qilamiz. Demak, birinchi beramiz x kvadratdan. X kvadratni x ga ko'paytiradigan bo'lsak, x ning kubi bo'ladi. X kvadratni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, qo'shilgan x kvadratning o'zi bo'ladi. Men ikkalasini ayiradigan bo'lsam do'stlar, x ko'pdan x ko'p ketadi. Plusga minus x kvadratning o'zi, yordamchilar chaqiramiz mana, minus 2x bor bu yerda. Endi men bularga berishim kerak minus x dan. Minus x ni x ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus x kvadrat, minus x ni plus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus x, ikkalasini ayiradigan bo'lsak, bu bilan bu ketadi. Minus 2x, minus ta'sir qilib plus bo'ladigan bo'lsa, bu minus x bo'ladi. Va minus 1 ni chaqiraman. Endi berishimiz kerak nimadan? Albatta do'stlar, to'g'ri, minus 1 dan. Minus 1 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus x, minus 1 ni plus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 1, ayirsak natijamiz 0. Demak do'stlar, bu yerdan ko'rinib turibdiki, Px ko'p xatimiz nimaga teng ekan? Px ko'p xatimiz x kvadrat minus x minusdan 1 ga teng ekan deymiz do'stlar. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlarga asosiy ko'p xatlar haqida yana bir chiroyli ma'lumotni aytib o'tib ketamiz. Quyidagilardan qaysilari ko'p xat bo'ladi degan savolga javob topamiz. Undan oldin bitta narsani yaxshilab eshitib olamiz. Berilgan ifoda ko'p xat bo'lishi uchun undagi noma'lumlarning darajalari natural sonlardan iborat bo'lishi kerak. Qaytaraman. Berilgan noma'lumlarning darajalari natural sonlardan iborat bo'lishi kerak. Do'stlar, birinchisi ko'p xat bo'la oladimi degan savolga, birinchisiga ko'p xat bo'lishi yoki bo'lmasligini bilishimiz uchun biz sizlar bilan hurmatli o'quvchilar, undagi noma'lumlarning darajalariga e'tibor qiladigan bo'lsak, undagi noma'lumning darajalari natural sonlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, u ko'p xat bo'ladi albatta. Demak, quyidagi ko'rib turgan mana bu x ga noma'lumga qaraydigan bo'lsak, darajasi ko'rib turganimizdek natural son. Demak, o yaxshi. Keyingi noma'lumga e'tibor qiladigan bo'lsa, keyingi noma'lumning ham darajasi natural son. Demak, bu ham ko'p xat bo'la oladi. Demak, ikkinchisiga e'tibor qiladigan bo'lsak do'stlar, ikkinchisi bizga ko'p xat bo'la olmaydi. Nima uchun degan savolga javob, bu do'stlar x ning 3-darajasi 3 ko'paytirilgan 1 taqsim x ni men x ning -1-si deb yozib olishim mumkin. Demak, ko'rib turganimizda noma'lumning darajasi natural son bo'lmadi. Demak, bu ko'p xat bo'la olmaydi. Uchinchisiga e'tibor qiladigan bo'lsak,
Uchinchisi ko'pxat bo'la oladi, yo'q do'stlar, adashdingiz. Bu ko'pxat bo'la olmaydi. Ko'pxat bo'lishi uchun yana qayta aytaman do'stlar, noma'lumning darajasi natural son bo'lishi kerak. Mana bunga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek darajasi natural son. Yaxshi. Ikkinchisiga mana bu xatga e'tibor qiladigan bo'lsak, do'stlar, bu degani 7x ning nimasi? Albatta 1 taqsim ikkinchisi degani. Demak, bu ham natural son bo'lmadi. Demak, uchinchisi bizga ko'pxat bo'la olmas ekan. Demak, bu yerda faqat ko'pxat bo'ladigan variantimiz faqatgina do'stlar bu birinchi variant ekan. Endi mana bunday savol keladi do'stlar, ko'pxatlar haqida bizlarga aytadi. N'ning qanday qiymatlarida berilgan ifodamiz ko'pxat bo'ladi deydi. N'ning o'rniga qanday sonlarni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bu ifoda ko'pxat bo'la oladi. Demak do'stlar, biz bilamiz sizlar bilan ko'pxat bo'lish uchun daraja natural son bo'lishi kerak dedim. Demak do'stlar, men mana bu n'ning o'rniga qanday natural sonni qo'yishimdan qat'iy nazar bu natural son bo'ladi. Demak, u menga unchalik ahamiyatga ega narsa emas ekan. Meni qiziqtiradigan narsa do'stlar, mana bu xat hisoblanadi. Ya'ni men olib borib qo'ygan sonim 4 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Ana shunda bu ko'pxat bo'la oladi, hurmatli o'quvchilar. Demak, men n'ning o'rniga 1 ni qo'ysam natural son chiqadimi? Yaxshi. N'ning o'rniga 2 ni qo'ysam natural son chiqadimi? Yaxshi. 3 ni qo'ysam natural son chiqadimi? Albatta yo'q. Va n'ning o'rniga 4 ni qo'yadigan bo'lsam, do'stlar, bu natural son chiqadi. Tushunarlimi? Demak, n'ning nechta qiymatida degan joyiga n'ning 3 ta qiymatida berilgan ifodamiz ko'pxat bo'la olar ekan. Demak, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, berilgan ko'pxatning darajasini toping degan ekan. Biz oldingi darsimizda aytib o'tdik. Ko'pxatning darajasi deb undagi noma'lumning eng katta darajasiga aytiladi dedik. Demak do'stlar, qaytaraman. Ko'pxatning darajasi deb undagi noma'lumning eng katta darajasiga aytiladi. Demak do'stlar, mana bu qavs bizni qo'rqitadigan qavs hisoblanadi. Demak, bu qavsdan qo'rqishning hojati yo'q. Bizlar bu 3 xatning 4-darajasini qanday ochamiz degan savolga javob qidirishga ham hojat yo'q. Chunki do'stlar, buni to'liq ochayotishimizning hojati yo'q. Biz sizlar bilan eng sodda ko'pxatlardan, qisqa ko'paytirish formulalaridan a plus b ning kvadratini eslaymiz. Nima bilan boshlanadi bu? A ning kvadrati bilan. Yaxshi do'stlar, bu yog'i menga qiziq emas. A plus b ning 3-darajasini ochadigan bo'lsak, a ning 3-si bilan boshlanadi. To'g'rimi? Demak do'stlar, mana bu qavsni men ochadigan bo'lsam, bu nima bilan boshlanadi? Albatta do'stlar, bu x ning 4-si bilan boshlanadi. Hurmatli o'quvchilar, x ning 4-si degani bu x ning 16-si degani. Bu yoqdagi xatlarda menga nima bo'lishini qizig'i yo'q. Chunki eng katta daraja bu 16 ga teng bo'lib qoladi do'stlar. Demak, qavsdan tashqarida 16 dan katta qiymat yo'q bo'lganligi uchun quyidagi ko'pxatning darajasini nimaga teng deymiz? 16 ga teng deymiz, hurmatli do'stlar. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, bizga P(x) ko'pxatni bergan 2x - 1, x ko'p, 2x kvadrat, 3x 5 holatidagi ko'pxatni bergan. Bizdan so'rayotgan narsa, hurmatli o'quvchilar, P3 ning qiymatini toping deyapti. Men hozir P3 ning qiymatini topishim uchun men asl ko'pxatni topib, o'rniga qo'yib, soddalashtirib, bunaqa bosh og'riq menga kerak emas. Do'stlar, men sizlar bilan hozir P3 ni topishim uchun e'tibor qilamiz. Qavsning ichida nima turibdi? 2x - 1 turibdi. Bu yoqda nimani so'rayapti ular? P3 ni so'rayapti. Men do'stlar P3 ni topishim uchun mana shuning ichida 3 ni hosil qilishim kerak ekan do'stlar. Men o'ylayman, x ga nimani qo'ysam 3 bo'lar ekan. Do'stlar, unaqa o'ylab o'tirmaymiz. Demak, men 2x - 1 ning qiymati qachon 3 bo'ladi degan savolga javob topaman. Demak, mana shunday ko'rinishdagi oddiy tenglamani yechadigan bo'lsak, bu nech chiqadi? 2 chiqadi.
Bu ikki qanday ikki deb hayron bo'layotganlar uchun bu ikki siz x ning o'rniga 2 ni olib borib qo'ysak P3 hosil bo'lishidan dalolat beradi, hurmatli o'quvchilar. Demak, men boshladim, x o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsam, nima vaziyat? Ketdik, davay. 2 ni qo'yadigan bo'lsa, 2 ni 2 ga ko'paytiraman, 4 bo'ladi, 4 dan 1 olsam, necha? 3 bo'ladi. O, mana do'stlar, mana biz qidirgan o'sha P3 kelib chiqmoqda. Nimaning hisobidan kelib chiqmoqda? X teng 2 ning hisobidan do'stlar, eslab qolamiz. X teng 2 ning hisobidan. Demak, men x ga nimani qo'ydim? 2 ni qo'ydim. Mana bu joydagi x larga ham, hurmatli o'quvchilar, 2 ni qo'yib chiqaman. Mana 2 ning 3-darajasi 2 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati plusdan 3 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 5 mana hisoblaymiz. 2 ning kubi 8, 2 ning kvadrati 4, 4 kere 2 8, 3 kere 2 6 qo'shilgan 5. 8 bilan 8 ayrilib ketadi. 6 ga 5 qo'shsak 11 ga teng bo'lar ekan. Demak, P3 ning qiymati, hurmatli do'stlar, 11 ga teng deymiz. Keyingi savolga o'tamiz. Do'stlar, ko'p xatlar haqida mana bunday ayniyat beriladi. Mana bunday ayniyat beriladi. Ayniyat deganda biz bilamiz sizlar bilan tenglikning ikki tomonidagi noma'lumning mos koeffitsentlarining tengligiga aytiladi. Ya'ni do'stlar, mana shu ikki taraf bir-biriga teng bo'lish uchun A va B ning qiymatini topishimiz kerak ekan. A va B ning qiymatini topib, ularning yig'indisini bizdan so'rayapti, hurmatli o'quvchilar. Mana biz sizlar bilan do'stlar hozir buni eng qulay usulda ishlaymiz. 3x minus 1 mahrajga qaraydigan bo'lsak do'stlar, x minus 2 ko'paytirilgan x qo'shilgan 3. Bitta narsani eslab qolamiz do'stlar. Chap tomonni o'ng tomonga keltiramiz yoki o'ng tomonni chap tomonga keltiramiz. Menga chapni o'ngga keltirgandan ko'ra o'ngni chapga keltirganim yaxshiroq. Demak, mahraj beradigan bo'lsak, bunga x plus 3 tadan, bunga esa x minus 2 tadan. A ko'paytirilgan deyman do'stlar, x qo'shilgan 3 deyman, qo'shilgan b ko'paytirilgan x minus 2 deyman. Mahraj ikkalasining nimasi? Albatta do'stlar, ko'paytmasi. Do'stlar, ikkita kasrimiz, ikkita algebra kasrlarimiz bir-biriga teng bo'lishi uchun ularning suratlari suratiga teng bo'lishi kerak, mahrajlari mahrajiga teng bo'lishi kerak. Albatta do'stlar, bizning mahrajlarimiz nima bo'lib turibdi bir-biriga? Albatta, bizning mahrajlarimiz bir-biriga teng bo'lib turibdi. Demak, bizning nimalarimiz teng bo'lishi kerak? Suratlarimiz teng bo'lishi kerak. Yaxshi do'stlar, bizning suratlarimiz bir-biriga do'stlar teng bo'lishi kerak. Demak, ikkita suratni bir-biriga tenglashni boshlayman do'stlar. 3x minus 1 ning qiymati mana bunga teng bo'lishi kerak. Ya'ni a ko'paytirilgan x qo'shilgan 3 qo'shilgan b ko'paytirilgan x minus 2. Endi do'stlar, men bu yerdan hozir qavslarni ochib x ning oldidagilarni x ning oldidagiga, ozod hadlarini ozod hadiga tenglashim kerak. Lekin bizga do'stlar vaqtdan yutadigan eng qisqa va eng tezkor usullari kerak. To'g'rimi? Demak do'stlar, men buni do'stlar eng qisqa va eng tezkor usulda ishlashim uchun menga shunday son aytasizlarki, b yoki a yo'qolib ketsin. Albatta do'stlar, men x ning o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsam, nima vaziyat bo'ladi misolimizda? B bilan xayrlashadigan vaziyat bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni b ketadi. X ning o'rniga 2 ni qo'ysak, 3 kere 2 6, 6 dan 1 olsak. 6 dan 1 olsak necha? 5 bo'ladi. X ga nechini qo'ydik? 2 ni qo'ydik. Mana x ga 2 ni qo'ysak, 2 ga 3 ni qo'shaman. 5 bo'ladi. A ko'paytirilgan 5. 2 dan 2 ni olsak 0. B ketadi. Do'stlar, natijada A ning qiymati eng sodda usullarda, eng oddiy usullarda bizga kelib chiqadi, hurmatli o'quvchilar. Men A ni topdim. Mening ikkinchi maqsadim B ni topish hisoblanadi do'stlar. Endi sizlar menga shunday son aytasizlarki, endi boya men B ni yo'qotgan bo'lsam, endi men A ni yo'qotishim kerak. Do'stlar,
Yaxshi, albatta x ning o'rniga nechini? -3 ni qo'yamiz do'stlar. X ning o'rniga -3 ni qo'ysam, 3 kara -3 -9, -9 bilan -1 albatta -10 bo'ladi. Do'stlar, -3 ni qo'ysak a ketadi. -3 bilan -2 -5 da b bo'ladi desam hamma rozi bo'ladimi? Yaxshi do'stlar, b ni topishim uchun minuslarim plyusga aylanib ketadi. 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam 2 ga teng bo'ladi do'stlar.